Joylarda yoshlar ovozi festivallarining saralash bosqichlari qizg'in pallaga kirdi. Tanlovning Buxoro shahrida bo'lib o'tgan jarayonlar xususida muxbirimiz Suhrob Sherov batafsil to'xtaladi. Buxoroda ham joriy yilda yoshlar ovozi Bo'zatov fest tanlovining quyi bosqichlari yuqori saviyada tashkillashtirildi. Ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilda mazkur loyihada ishtirok etishni maqsad qilgan iste'dod egalari safi 2 barobarga oshgan. 3 ta yosh toifasida baxshichilik, an'anaviy, ijro, opera va estrada yo'nalishlarida tanlovning Buxoro shahar bosqichi qizg'in raqobat muhitiga aylandi. Bolalarimiz juda bir-biridan-da go'zal ijrolar qilishyapti. Yosh bolalar juda katta asarlarni ijro qilib, bizni qoyil qoldirdi. Ta'kidlash joizki, ijodkor yoshlarning eng sevimli tadbiriga aylangan ushbu yirik tanlov yigit-qizlarning o'z iqtidorlarini keng ommaga namoyish etishi uchun ham o'ziga xos maydon vazifasini o'tamoqda. Baxshichilik yo'nalishi bo'yicha ijod qilyapmiz. Hozir chiqishimiz bu yerdagi hakamlarga ma'qul bo'ldi. Chiroyli qatnashib, viloyat bosqichida, respublika bosqichida ham faxriy o'rinlarni egallab, shu baxshichilikni butun dunyoga tanitamiz degan umiddamiz. Tanlovning yana bir o'ziga xos jihati havaskor va professional ijodkorlarni rag'batlantirish hamda ularning ijodini keng targ'ib qilish kabi ezgu maqsadlarga qaratilgani bilan ahamiyatli. Bu esa o'zbek san'atini dunyoga olib chiqish, jahon musiqachiligidagi durdona asarlarni o'zlashtirish orqali mahorat egalarini tarbiyalashda ham ushbu tashabbus muhim o'rinni egallayotganining amaliy isbotidir.